Böğrünün parasiti. Abduri Gülnaz Abduqadir. Ayning kumush pardasi ostida bo'ri huvlar bir qadimiy afsonani. Na qo'rqinch, na g'azab, na mag'rurlik unda, tamponliq kuyidurki, yav yetakchi. Chiriganni yemas, istakki berilmas. Nafsning kishanisiz, sahna uzuksiz. İzzat ikromi bilan yurudi bo'ri, bir mustaqil shoh kabi ruhiy g'uborsiz. Muz bilan o'tdan o'tib tutashgan u ham bir do'st, bir hamroh, bir muqaddas ismga. Qayg'urar, ruhiy qurar o'lim tashlisi ko'langa, gar bu bir jupning osmoniga. Og'riq ko'tirib yillar o'gitib bizga muhabbatni. Biz unutishgan va'dalarni. Qancha qisqa bardoshligimiz ha? Tursimu asli bo'ri bizga pok rishtalarni. Asta aqsaganda ota-ona. Zavolliq yillarida mag'dur ketganda elib kelar bo'ri darmon va sadoqat, qadrlik yildizni ham yoshlag'i ulga. U tashlab ketmaydi, u unutmaydi. Qaytirilgan qarz bilib ukunmasdan. G'amxo'rlik chambiri mangulik e'tiqod, nafsoniyat dunyosida biz uchun savoq. Isrof yoki to'plash uchun o'g'limas u. Ozuqlantirish uchun kollektivni bas. Ortiq joyi ya toju taxti yo'q, biroq inoqlik hukmron va mag'rurlik pas. Bo'ridek yasha, inoyat, sharaf bilan sudek aqqan zamanda sabit bir yurak. Huvlishi qayg'uliq naqshisidan ugan, u xatoligimizga qo'yilgan go'zal aynak. Chunki uning ko'zida cho'nqur haqiqat, hayotdir shu aylanma sevgi bog'lagan. Odam qiyofatida yursakmi garchi, bo'ri parasti yetaklar bizni hamon. Mikrofon oldida Ro'shan Hamid.